O'zexpo markaz pavilyonlarida navbatdagi ko'rgazma o'z ishini boshladi. 18-marotaba o'tkazilayotgan mazkur xalqaro yarmarkada yurtimizda faoliyat yuritayotgan qadoqlash va poligrafiya bilan shug'ullanuvchi korxonalar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishmoqda. Plastmassalar sohasidagi ishlanmalar va tadqiqotlar natijalari. Bu boradagi xom ashyo va uskunalarning eng yangi turlari. Shu kabi mahsulotlar ko'rgazma ishtirokchilari tomonidan taqdim etildi. Aytish kerakki, yarmarkada nafaqat mahalliy, balki dunyoning 10 ta mamlakatidan jami 50 dan ortiq xorijiy kompaniyalar ishtirok etishdi. O'zbekistonda bizning korxonamiz 2 yil davomida faoliyat yuritib kelyapti. Asosiy mahsulotlarimiz bizda poligrafik lak bo'yoqlari hamda undan tashqari pechat formalari, shtants formalari. Maqsadlarimiz yangi tashkil qilingan qadoqlash sohasida faoliyat yuritib kelayotgan tashkilotlarga o'zimiz mahsulotlarimizni ko'rsatishimiz. Ma'lumot o'rnida shuni aytish mumkinki, yurtimizda qadoqlash va poligrafiya sohasi bo'yicha 2020-yilga qadar 870 ta investitsion loyihani amalga oshirish rejalashtirilgan. Mazkur ko'rgazma joriy yilning 16-sentyabrga qadar davom etadi. Bu haqidagi batafsil ma'lumotlar bilan esa kelgusi dasturlarimiz orqali tanishishingiz mumkin. Nilufar Farhodova, Shuhrat Fayozov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.